o'z vaqtida davolanmasa, hattoki nogironlikka ham olib kelib qolishi mumkin bo'lgan kasallik. Ayrim holatlarda suvayda bir qismi rivojlanib, ikkinchi qismi rivojlanmasligi. Umuman anomaliya bilan tug'ilganning umurtqasi qiyshaygan bolani qanday aniqlaymiz? Gormonal rost bo'lib, o'smirlikdan katta yoshga o'tgan paytda rivojlanishi kuchayadigan skolioz, Robertni Gorb, ya'ni qovurg'ani bo'rtib chiqqan qismini. Tug'ma skoliozlar MC'da tekshiruvda yaxshiroq ko'rinadi. Chunki do'stlar orasida kamsitilishini oldini olish, ko'krak sohalarida, bel sohalarida og'riqlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan va'da qilingandek idiopatik umurtqa qiyshaysh, ya'ni umurtqa skoliozi kasalligi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bunaqangi videolar o'zbek auditoriyasi uchun, ya'ni o'zbek tilida bunaqa keng yoritilgan va ichida to'la informativ ma'lumotlar yig'ilgan bunaqa video yo'qligi uchun, bunaqa videolar o'tkazib yubormaslik uchun biz mehnatimizni qadrlab, like hamda kommentariy yozib, yangi bo'ladigan bo'lsangiz podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Hamma umurtqa qiyshaygan kasallarim idiopatik skolioz hisoblanmaydi. Biz bundan oldingi videomizda umurtqa qiyshayshi, ya'ni funksional skolioz haqida gaplashganmiz. Ana endi bugungi mavzuyimiz idiopatik, ya'ni progressivlanib boruvchi, rivojlanib boruvchi, umurtqani qiyshaysh bilan kechuvchi, ayniqsa rivojlanib borsa, o'z vaqtida davolanmasa, hattoki nogironlikka ham olib kelib qolishi mumkin bo'lgan kasallik idiopatik skolioz haqida gaplashamiz. O'zi skoliozlar, idiopatik skoliozlar ikki turga bo'linadi. Tug'ma va orttirilgan turlari bor. Tug'ma bu onani homiladorlik paytida, bola rivojlanayotgan paytda, suyak to'qimasi rivojlanayotgan paytda ayrim holatlarda suvayda bir qismi rivojlanib, ikkinchi qismi rivojlanmasligi, ayniqsa umurtqa tanasini bir qismi rivojlanib, yarmi rivojlanmasligi yoki umurtqani yoylari, o'siqlari bir qismi rivojlanib, yarmi rivojlanmasligi kuzatilishi mumkin. Va bola aynan shunaqa tug'ma skolioz bilan tug'ilishi mumkin. Bu tug'ma anomaliyalar hisoblanadi. Bu tug'ma anomaliyalarni bola tug'ilgandan keyin 1 oyligida yoki 3 oyligida, 6 oyligida har safar profilaktik emlamalar olish chog'ida pediatr ko'ruvga olib chiqishadi ota-onalar. Shu paytda umurtqani palpatsiyalarni ko'rish orqali yoki bola sekin-asta emaklab boshlaganda yoki o'tirib boshlaganda, yurib boshlaganda dastlabki belgilarni aniqlashimiz mumkin. Tug'ma anomaliya bilan tug'ilganning umurtqasi qiyshaygan bolani qanday aniqlaymiz? Ayniqsa bolalar sekin-asta o'tirishni boshlagan paytda bu yaqqoldaroq namoyon bo'ladi. Ya'ni bir yelkasi ikkinchi yelkasiga nisbatan pastga joylashganligi, bo'yni qiyshayganligi, kuragi old tomonga yoki orqaga chiqqanligi yoki yuqoriga pastga ko'tarilganligini aniqlashimiz mumkin. Va kiyimimizni kiygan paytimizda ayniqsa e'tiborli bo'lgan yosh onalar buni darrov aniqlashi mumkin bo'ladi. Biz bugungi videomiz orqali funksional tip skolioz va strukturniy skoliozda, ya'ni rivojlanib boruvchi bolani ayniqsa pik paytida, o'sish paytida, gormonal rost bo'lib, o'smirlikdan katta yoshga o'tgan paytda rivojlanishi kuchayadigan skolioz, strukturniy skoliyoz haqida gaplashamiz. Buni 4 ta tipi bor asosan. 75-80% gacha idiopatik, ya'ni kasallik sababi noaniq. Bundan tashqari neyrofibromatoz 10% gacha uchrashi mumkin. Bundan tashqari aytib o'tdik, tug'ma skoliozlar umurtqaning tanasi hamda ravoqlarini rivojlanmasligi hisobiga yoki chala rivojlanish hisobiga kuzatiladigan skoliozlar. Bundan tashqari neyromishichning 2% dan 5% gacha, 5% dan 7% gacha strukturniy skoliozlar kuzatilishi mumkin. Bemorlarni ko'rganimizda umurtqa qiyshaygan holatda bu strukturniymi yoki funksionalmi? Ya'ni progressivlanib boruvchimi yoki boshqa kasallik hisobiga rivojlangan skoliozmi? Shuni aniqlab olish uchun o'tgan safardagiga yana takrorlaymiz. Test adimizni aniq ko'ramiz. Test adimiz paytida biz bemorning qo'lini birlashtirib, oldinga egilgan holatda tizzlarimiz sohasiga qo'limizni teng qilib ko'rgan paytimizda oldidan yoki yonboshdan va orqadan ko'rgan paytimizda Robertni Gorb, ya'ni qovurg'ani bo'rtib chiqqan qismini, bundan tashqari qiyshayishlarini, ko'rakni biri baland, ikkinchi past joylashganligini va kifotik deformatsiyalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Va test adimiz agarda musbat bo'ladigan bo'lsa, demak bu strukturniy idiopatik skolioz haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari idiopatik tip skoliozni instrumental ko'rib tekshirish usullari ham mavjud. Hozirlar bilan qanday qilib aniqlashni o'rganamiz. Buning uchun bemorni rentgenologik tekshiruvdan o'tkazish kerak. U tug'ma rivojlanganmi yoki orttirilganmi, buni aniqlash uchun albatta umurtqa pog'onasini bo'yin qismidan to do'ng'aza qismigacha, ya'ni chanoq sohasigacha umumiy rentgenografiya tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Agarda rentgen tekshiruvdan o'tkazgan paytimizda umurtqada qiyshaysh mavjud bo'ladigan bo'lsa,
umurtqasi nafaqat yon tomonga qiyshaygan, balki rotatsiya bo'lib bir-biriga nisbatan qiyshaysh holatlari, qayrilish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bu strukturniy skoliozni tashxis qo'yishga asos bo'ladi. Bemorni ko'rib tekshirgan paytimizda bemorda tik turgan holatda umurtqada qiyshayish bor. Ana endi tez adimsa qilib bemorni qo'lini oldin engashtirib, xuddi namozdagi ruku holatiga keltirganda qangi engashtirib ko'ramiz. Engashtirib ko'rganimizda umurtqada qiyshayish saqlanib qoladigan bo'lsa va rentgendan ko'rganimizda umurtqada qiyshayish mavjud bo'ladigan bo'lsa, biz 100% ishonch bilan aytishimiz mumkin, bu strukturniy skolioz. Agarda bemorda umurtqani tik turgan holatda umurtqada qiyshayish bor, robertning gorb, ya'ni qo'rg'ani tashqariga chiqqan qismi va ko'ylaklar bir tomonga ko'tarilgan, bir tomoni past, chanoq soyalari ham, chanoq sohasi ham bir tomoni ko'tarilgan, bir tomoni past holatda ko'radigan bo'lsak, lekin rentgenda skolioz aniqlanmaydigan bo'lsa, bu yashin kechikkan skolioz hisoblanadi. Strukturniy idiopatik tip skoliozni aniqlash uchun rentgenografiya tekshiruvdan tashqari tug'ma anomaliyalarni va tug'ma skoliozni aniqlash uchun biz multispiral kompyuter tomografiya yoki magnit rezonans tomografiya, ya'ni MRT hamda MCT tekshiruvlarga asoslanishimiz mumkin. Bu orqali umurtqaning ichida kechayotgan tug'ma anomaliyalar va nerv strukturalari ziralangan yoki ziralanmaganini, orqa miya kanali stenozga uchraganmi, uchramaganligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa tug'ma skoliozlar MCT tekshiruvida yaxshiroq ko'rinadi, chunki sinastoz bo'lib umurtqaning o'siqlari yoki yoylari bir-biriga birlashib ketishi mumkin va ko'rgan paytimizda umurtqa tanasini yarim rivojlanib, yarim rivojlanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Umurtqaning qiyshayish darajasini rentgenologik tekshiruvga asoslangan holatda aniqlanadi. Bunda ugl koba, ya'ni kob usuli bilan uni qiyshayish darajasini burchaga o'lchanadi. Agarda 0 gradusdan 10 gradusga bo'ladigan bo'lsa, bu 0-daraja. Agarda 10 gradusdan 24 gradusgacha qiyshayish kuzatiladigan bo'lsa, bu yengil daraja skolioz hisoblanadi. 25 gradusdan 40 gradusgacha qiyshayish bu o'rta darajada qiyshayish hisoblanadi. Va 40 gradusdan yuqorisi og'ir daraja skolioz hisoblanadi. Bu ugl kobaga, ya'ni qiyshayish burchagiga qarab turib aniqlanadigan klassifikatsiya hisoblanadi, darajasi hisoblanadi. Yuqorida biz sizlar bilan strukturni, ya'ni idiopatik tip skoliozni kelib chiqish sabablari, uni tiplari, ko'rib tekshirish usullari, bundan tashqari instrumental ko'rib tekshirish usullari, ugl koba bo'yicha, ya'ni kob burchagi bo'yicha qiyshayishni darajalarini ko'rib chiqdik. Ana endi sizlarga eng qiziqarli joyi, qanday qilib umurtqani qiyshayishsiz skolioz, idiopatik skoliozni davolash mumkin. Shu haqida ma'lumot beraman. Butun jahonda hozirgi kunda internetda qidirsangiz ham topsangiz bo'lsa kerak, 3 xil davolash usuli bor. Birinchisi bu korset shinov deydi. Ya'ni umurtqa qiyshayishini 3D modellashtirilgan bemorni frontal, gorizontal, sagittal kesimlarga kesib ko'rsatgan holatda bemorni 3D modelini olib, uni qiyshayish darajasiga qarab turib korset tayinlanadi. Bemor uchun alohida individual korset tayinlanadi. Buni korset shinov deydi. Butun jahon tan olgan ikkinchi davolash usuli, aynan biz shu bo'yicha o'qib o'rganganimiz, malaka oshirganimiz shiroterapiya. Shiroterapiya bu bemorni kasallik darajasi, qiyshayish darajasi, bemorning yoshi va tip skoliozga qarab turib, bemor uchun alohida individual davolovchi mashqlarga asoslangan usul hisoblanadi. Quyida yana sizlar bilan bu bo'yicha alohida gaplashamiz. Uchinchi davolash usuli bu operativ davolash usuli. Ayniqsa tug'ma skoliozlarda, ya'ni umurtqaning tanasini bir qismi rivojlanmay, yarim qismi rivojlanmagan yoki umurtqa ravog'larini sinastoz bo'lib birlashib ketgan holatlarda jarrohlik amaliyoti orqali bemorni hayotini tiklashligimiz va nogironlikdan chiqarishimiz mumkin. Bundan tashqari 50 gradusdan ortiq qiyshaygan holatlarda ham umurtqani operativ usul bilan, ya'ni metal konstruksiyalar qotirib umurtqa qiyshayganini to'g'rilashimiz mumkin va bemorni estetik nuqtai nazaridan qomatini to'g'rilab, tashqi ko'rinishini to'g'rilab, nogironlikdan saqlab qolishimiz mumkin. Bolalarimizni shunaqa yosh oraliqlari borki, bu yosh davrida o'sish va rivojlanish ayniqsa tezlashadi va shu bilan birgalikda agar u bolada idiopatik skoliyoz bo'ladigan bo'lsa, o'sish bilan birgalikda umurtqa qiyshayshi, rotatsiyasi yana ham kuchayib ketishi mumkin. Bu yosh oraliqlari 0 yoshdan 3 yoshgacha va 5 yoshdan 8 yoshgacha va 11 yoshdan ayniqsa 15-16 yoshgacha o'sish ayniqsa tez bo'ladi va bu yosh davrida ayniqsa gormonal o'zgarishlar bo'layotgan paytda skolioz rivojlanishi, uni progressivlanishi, kuchayib ketishi, graduslarni og'irlashib ketishi kuzatilishi mumkin.
Biz skoliyozni davolashda, ayniqsa idiopatik skoliyozni davolashda Schröd metodikasidan foydalanamiz deb aytdik. Bu Schröd metodikasining afzalliklari umurtqani qiyshayishini 3 ta tekislikda, ya'ni frontal tekislikda, sagittalning tekislikda va gorizontalning tekislikda umurtqani qiyshayishini to'g'rilashga asoslangan usul hisoblanadi. Bu degani, agarda umurtqa pog'onasi frontal tekislikda qiyshaygan bo'lsa, ya'ni umurtqa yon tomonga qiyshaygan bo'ladigan bo'lsa va sagital tekislikda oldinga chiqqan bo'lsa, tazlarimiz oldinga, orqaga chiqqan bo'lsa, buni to'g'rilashga asoslangan usul hisoblanadi. Schröd metodikasi 3D modellashtirishga asoslangan metodika hisoblanadi va umurtqani sagitalni, frontal, gorizontal tekisliklarda umurtqani to'g'rilashga asoslanadi. Ya'ni umurtqamiz agarda frontal tekisligi bo'yicha qiyshaygan bo'lsa, buni to'g'rilashga asoslangan. Umurtqamiz bukchayib, qiyshayib qoladigan bo'lsa, buni umurtqani cho'zish orqali umurtqani to'g'rilashga asoslangan va sagital balansni, ya'ni umurtqamiz oldinga qiyshaygan bo'ladigan bo'lsa yoki orqaga qiyshaydigan bo'lsa, oldinga yoki orqaga qiyshaydigan bo'lsa, buni to'g'rilashga, sagital balansni to'g'rilashga va tazimizni gorizontal holatga kelishga asoslangan metodika hisoblanadi. Biz bemorga individual mashq tanlayotgan paytimizda nafas mashqlarini ham одномоментно birgalikda o'tkazib ketamiz. Ya'ni umurtqani qiyshagani hisobiga qovurg'ani do'mligi bo'lib oldinga chiqqan va ayrim old sohalarda yassilashish yuzaga keladi. Ya'ni umurtqamiz qiyshayib ketadi. Ko'krak qafasi deformatsiyalanib ketadi. Ayniqsa deformatsiyalanib, yassilashib qolgan sohaga ko'proq nafas olib, shu sohani ichirishga qaratilgan nafas mashqlarini bajaramiz. Ya'ni chuqur nafas olamizda, aynan yassilangan soha tomonga qarab nafasimizni ko'proq olamiz. Nafas chiqarayotgan paytimizda esa, o'sha shishgan soha tomonga qarab nafas chiqarib, sekin nafas chiqaramiz. Ya'ni deb nafas olib turib qilib sekin nafas chiqaramiz. Ko'krak qafasini yassilashib qolgan sohasi, ya'ni deformatsiyalanib, yassilashib ketgan, ichi kirib ketgan sohasini ishirish bu umurtqani deformatsiyasini to'g'rilashga yordam beradi va shu sohada muskullarning ishini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, umurtqani korreksiyalashga yordam beradi. Va biz nafas chiqarayotgan paytimizda birga bir o'zimizni silovoy, ya'ni yuklamali mashqlarni bajaramiz va umurtqani, ko'krak qafasini shu holatda saqlanib qolishiga yordam beramiz. Umurtqa qiyshayishini tushunish oson bo'lishi uchun maketdan foydalanmoqchiman. Bu qovurg'a deydigan bo'lsa, bu tomonda old tomonda to'sh suyagiga joylashgan. Bu umurtqamizni yuqoridan ko'rinishi. Bu old tomondan ko'rinishi, bu orqamiz. Xuddi menga o'xshab o'tiribman. Yuqoridan nazar solyapmiz. Umurtqa pog'onasi skolioz hisobiga rotatsiya bo'lib qiyshayadi. Umurtqa pog'onasi rotatsiya bo'lib chap tomonga qiyshaydigan bo'lsa, bu sohada yassilashish, orqa tomonda esa, qiyshaygan tomonda esa rubirli gorb, ya'ni qovurg'ani chiqqan qismi rivojlanadi. Orqa tomonda, ayniqsa men tomon uchun bu narsa chap, siz uchun o'ng, chap tomonda ploskiy zona, ya'ni yassilashgan hudud paydo bo'ladi. Old tomonda esa передний выступающий ребро, old tomondagi qovurg'ani chiqqan qismi, bu esa yassilashgan qismi. Ya'ni orqa tomondagi kurak chiqib ketganidan, qovurg'alar chiqib ketganining hisobiga old tomon yassilashib qoladi. Maqsadimiz nafas mashqlari yordamida va Schröd terapiya yordamida orqa tomonga qovurg'ani, ya'ni joyiga qaytarishlik, natijada orqa tomondagi qovurg'ani chiqib qolgan qismini to'g'rilash, nafas mashqlari orqali pastdan yuqoriga, orqadan oldinga va tepaga qarab nafas olish orqali shu sohalarda muskullar ishini yaxshilash va umurtqani qiyshayishini to'g'rilashga qaratilgan nafas mashqlari va mashqlar birgalikda kompleks qilish orqali umurtqani yana joyiga qaytarishlik mumkin. Shu holatda. Umurtqa pog'onasini sochiq misoli tushuntiradigan bo'lsak, bu sochiqimiz umurtqani tanasi. Bu bo'yin qismi bo'ladigan bo'lsa, pastdagi qo'lni esa dumg'aza qismi bo'ladigan bo'lsa, maqsadimiz umurtqamiz xuddi kirib yurgan paytimizda siqilgan singari yon tomonga rotatsiya bo'lib, torsiya bo'ladi. Bir-biriga nisbatan siljiydi. Ya'ni xuddi kirib siqqanda siqamiz-ku, xuddi shuni singari qiyshayadi. Ya'ni yelkalarimiz qiyshayshi, qovurg'a sohasida deformatsiya paydo bo'lishi, tazimizda qiyshaysh, o'ngga, chapga qiyshayishlari kuzatilishi mumkin. Va davolovchi mashqlar shu qiyshaygan sohani orqaga qaytarib, siqilgan sochiqni yana
joyiga qaytarish bilan barobar. Yoki kubiy rubiyni bilamiz. Kubiy rubiyni umurtqamizni bo'yin, ko'krak, bel qismi bo'ladigan bo'lsak, 3 ta blok deydigan bo'lsak, har bitta blok bo'yicha siljishlar kuzatiladi. Va shrot terapiya, ya'ni mashqlarga asoslangan metodika orqali har bitta blok bo'yicha ishlanadi. Ya'ni bo'yin sohasini to'g'rilashga, ko'krak qismini joyiga qaytarishga, bel qismini esa joyiga qaytarishlikka harakat qilinadi. Umurtqani ma'lum bir uguldan, ma'lum bir gradusdan boshqa bir gradusga aylantirishga qaratilgan muolajalar qilinadi. Shu paytgacha ham, ya'ni shrot metodikasi kashf qilingungacha va rivojlantirilgungacha ham bir nechta metodikalar va LFK ga asoslangan, davlatchi gimnastikaga asoslangan metodikalar bo'lgan va shrot metodikasi bir nechta jihatlari bilan qolgan metodikalardan afzalligi bo'lganligi hisobiga qolgan metodikaga nisbatan ancha rivojlanib, hozirgi kunda butun dunyoda rivojlangan hisoblanadi. Shrot metodikasini rivojlanishiga asoschilardan bittasi Nikolas Karavedas hisoblanadi. Bu hozir Barselonada yashab, ishlab, butun yer sharidagi, butun dunyodagi ortoped travmatologlarni, vertebrologlarni shrot metodikasi bo'yicha o'qitib, o'rgatib kelmoqda. Qaysi paytda shrot metodikasi bo'yicha bemorga muolaja qilinadi, qaysi paytda korset taqiladi va qaysi paytda operatsiya qilinadi. Bu bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Agarda bemorda 10 gradusdan 25 gradusgacha umurtqani qiyshayishi bo'ladigan bo'lsa, bemorga dastlab shrot metodikasi bo'yicha individual tayinlangan kasallikni darajasiga qarab turib, ugul, kobaga qarab turib va bemor yoshiga qarab turib, bemorga individual mashqlar tayinlanishi mumkin va agarda qiyshayish darajasi 25 gradusdan 40 gradusgacha qiyshayish bo'ladigan bo'lsa, demak bemorga ham shrot metodikasi, ham korset shinov birgalikda olib boriladi. Shundagina kasallikni progressivlanib, rivojlanib ketishini to'xtatish va kasallik rivojlanib, nogironlikka borishini xavfini bartaraf qilishimiz mumkin va bemorni nogironlikdan olib qolishimiz mumkin. Shrot metodikasi orqali idiopatik sklerozni davolashdan quyidagi maqsadlar reja qilingan. Bemorni umumiy ahvolini yaxshilash, nogironlikdan olib qolish, bemorni o'smirlar orasida, yaqinlari orasida va o'rtoqlari, sinfdoshlari va do'stlari orasida kamsitilishini oldini olish. Bu kamsitilish nima bilan namoyon bo'ladi? Uni qomatidagi deformatsiyalarni to'g'rilanishi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni farzandingiz agarda umurtqasida qiyshayish bo'ladigan bo'lsa, atrofdagilardan yakkalanib, ulardagi chiroyli qomat o'zida yo'qligidan uyalib, iymanib, atrofidagi qo'shilmasdan o'ziga bo'lgan ishonch pasayib boradi. Aynan shu pasayishlarda, shu ishonchni biz tiklashga erishamiz. Nima orqali? Aynan umurtqani deformatsiyalarini to'g'rilashimiz orqali. Bundan tashqari, umurtqani qiyshagan sohalarida, tas sohalarida va qovurg'ani bo'rtib chiqqan sohalarda ayrim holatlarda qiyshayish darajasi oshishi bilan ko'krak sohalarida, bel sohalarida og'riqlar bo'lishi mumkin. Va biz 3D rekonstruktiv muolajalar natijasida, ya'ni shrot metodikasi orqali mashqlar qilish natijasida og'riqlarni ham kamaytirishga erishamiz. Shrot metodikasi orqali bundan tashqari progressivlanib, rivojlanib ketishini va nogironlikkacha olib borishini to'xtatib, ma'lum bir miqdor umurtqani to'g'rilashga erishamiz. Chunki biz umurtqa rotatsiya bo'lib, bir-bir torsiya bo'lib, bir-biriga qiyshagan holatda to'g'rilashlikka ma'lum miqdor erishishimiz mumkin va bemorni nogironlikdan olib qolishimiz mumkin. Va eng asosiysi umurtqani 3 ta proyeksiyada, ya'ni sagital, gorizontal hamda frontal ploskos bo'yicha, ya'ni yuzasi bo'yicha umurtqani qiyshaganini to'g'rilash orqali biz tashqi qiysayishni, ya'ni deformatsiyalarni to'g'rilashlikka erishishimiz mumkin va bemor o'ziga bo'lgan ishonchi ortib, atrofdagilardan alohidalanishga umuman hojat qolmaydi. Shrot metodikasi orqali umurtqa qiyshayishish, ya'ni skolioz kasalligini davolash ancha uzoq vaqtni talab qiladi. Bemorlarimizga korset shinov hamda mashqlarni etap-etap tayinlash oqibatida biz 40 gradusga qiyshaganlarda 25 gradusga yoki 50 gradusga qiysayishlarda 30 gradusga tushiralsak ham biz progressivlanishni sekinlashtiramiz. Bundan tashqari qiyshayish darajasini kamaytirishga erishamiz, nogironlikdan olib qolamiz. Maqsadimiz jarrohlik amaliyotiga bormasin. Bemorlar o'zini estetik jihatdan ham, tashqi qomat jihatdan ham yaxshi his qilsin. Shrot metodikasi bo'yicha davolash yillarda talab qilinadigan narsa va biz bu video orqali sizga qisqa davolash metodikasining asosiy jihatlarini aytib o'tib ketdik. Biz bemorlar bilan ishlash davomida va ota-onalar bilan ishlash davomida biz psixologik bemorlarga va ota-onalarga bu narsani yaxshilab yetkazib beramiz va insonlar buni
tushunishni boshlagan sari o'zidagi o'zgarishlarni yaxshiroq anglay boshlaydi va bu kasallikka nisbatan tushunchasi o'zgaradi. Bunaqangi foydali videolar ko'proq odamga yetib borish uchun like hamda kommentariya yozib, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.